Iltimos kanalga obuna bo'ling va videoni oxirigacha tomosha qiling. Bugun siz uchun 2026 Chevrolet Lacetti haqida eng muhim ma'lumotlarni Avtomashina Channel taqdim etadi. Ushbu video avtomobil bozorida katta shov-shuv qilgan yangi avlod Lacetti qaytishini batafsil tushuntiradi. 2026 yilgi Chevrolet Lacetti zamonaviy dizayni bilan darhol e'tiborni tortadi. Old panjarasi kengroq, LED chiroqlari yanada agressiv va aerodinamik chiziqlari sportona ruh bag'ishlaydi. Kuzov proporsiyalari qayta ishlangan bo'lib, u endi pastroq, kengroq va yo'lda ancha barqaror ko'rinadi. Yon tomondagi keskin chiziqlar va yangi alyuminiy disklar avtomobilga premium kayfiyat beradi. Orqa qismida esa uzluksiz LED fonarlar va yangilangan bamper dizaynni yanada zamonaviy qiladi. Salon ichiga kirganingizda esa haqiqiy texnologik sakrashni his qilasiz. Old panel to'liq raqamli bo'lib, katta sensorli ekran bilan jihozlangan. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va ravshan ko'rsatadi. Materiallar sifati sezilarli darajada yaxshilangan. Yumshoq plastiklar va zamonaviy bezaklar qulay muhit yaratadi. O'rindiqlar ergonomik bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytirishga xizmat qiladi. Orqa o'rindiqlarda oyoq uchun joy yetarli, bagaj hajmi esa kundalik ehtiyojlar uchun qulay. 2026 Chevrolet Lacetti'ning eng katta yangiliklaridan biri uning dvigatel qismida. Yangi turbo dvigatel kichik hajmiga qaramay kuchli samaradorlikni ta'minlaydi. Taxminan 1.4 litrli turbo motor 150 ot kuchiga yaqin quvvat ishlab chiqaradi. Bu esa shahar va trassa sharoitida chaqqon tezlanish va ishonchli harakatni beradi. Yoqilgi sarfi ham ancha tejamkor bo'lib, zamonaviy texnologiyalar tufayli chiqindi gazlar kamaytirilgan. Uzatmalar qutisi sifatida 6 pogonali mexanik yoki avtomat variantlar taklif qilinadi. Haydash jarayoni silliq va jim bo'lib, shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan. Xavfsizlik masalasida ham Lacetti jiddiy qadam tashlagan avtomobil adapt. Chevrolet brendining ishonchliligi va xizmat ko'rsatish tarmog'i ham muhim afzallik hisoblanadi. Bozor tahlillariga ko'ra, Lacetti ko'plab mamlakatlarda ommabop bo'lishi kutilmoqda. Ushbu model eski muxlislar xotirasini uyg'otib, yangi avlod haydovchilarini ham jalb qiladi. Kundalik ishga borish, oilaviy sayohat yoki uzoq safarlar uchun u mos keladi. Ichki yoritish ambient chiroqlari bilan boyitilgan bo'lib, kechasi yoqimli muhit yaratadi. Ekran menyusi sodda va tez ishlaydi. Ovozni boshqarish funksiyasi haydovchini chalgitmasdan buyruqlarni bajaradi. Bagaj bo'limida buklanadigan o'rindiqlar orqali qo'shimcha joy hosil qilish mumkin. Bu esa yuk tashishda katta qulaylik beradi. Umuman olganda 2026 Chevrolet Lacetti qaytishi bilan bozorda kuchli raqobatni yuzaga keltiradi. Agar siz yangilangan dizayn, turbo kuch va oqilona narxni xohlasangiz, bu avtomobil siz uchun ideal tanlov bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat va yana bir bor kanalga obuna bo'ling. Avtomashina Channel siz bilan birga avtomobil olamidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatishda davom etadi. Izohlarda fikringizni qoldiring. Qaysi jihat sizga ko'proq yoqdi? Yangi testlar, solishtirishlar va sharhlar tez orada taqdim etiladi. Biz bilan qoling. Avtomobil tanlashda to'g'ri qaror qabul qiling. Yangiliklardan xabardor bo'ling va har doim birinchi bo'lib tomosha qiling. Do'stlaringiz bilan ulashing. Hozir bugun aynan shu yerda bizning rasmiy kanalimizda faqat